AQSh va Isroilning Eronga keng ko'lamli hujumlaridan so'ng 1-mart yakshanba kuni 1989-yildan buyon mamlakatni boshqarib kelgan oliy rahbar Ali Xomanaiy halok bo'lgani ma'lum qilindi. Halok bo'lgan rahbarning vazifasini vaqtincha ruhoniy Alirizo Arofiy bajarishi belgilandi. U urush davri uchun tashkil etilgan jamoaviy boshqaruv organi liderlar kengashiga rahbarlik qiladi. Eron Oyatulloh Xomaniyning yo'q qilinishiga musulmonlarga qarshi ochiq urush sifatida baho berdi va Yaqin Sharq davlatlariga yanada kuchliroq zarbalar to'lqinini yo'lladi. Bu hujumlar hatto Kiprgacha yetib bordi. Urush qanday boshlandi va qachongacha davom etadi? Eron oliy rahbariyati o'ldirilgandan so'ng rejim o'z mavjudligini davom ettira oladimi? Shu va boshqa savollar bugungi videomizda tahlil qilinadi. Eron hukumati 1-mart kuni Oyatulloh Ali Xomanaiiyning o'ldirilganini rasman tasdiqladi va mamlakat bo'ylab 40 kunlik motam e'lon qildi. Ushbu bayonot AQSh va Isroil Eronga qarshi keng ko'lamli urush boshlab, uning maqsadi sifatida mamlakatda hokimiyat almashinuvini amalga oshirish deya e'lon qilganidan bir kun o'tib yangradi. Eronning oliy rahbari 28 fevral shanba kuni ertalab AQSh va Isroilning ilk zarbalar to'lqini paytida halok bo'ldi. Ushbu hujumlar Islom Respublikasining oliy siyosiy hamda harbiy rahbariyatiga qaratilgan edi. Shu kuni Xomanaiy Tehrondagi qarorgohida qo'l ostidagi rahbarlar bilan uchrashuv o'tkazish uchun kelgan. Bu ma'lumot AQSh va Isroilga yetib borgani hamda urushni aynan shu paytda boshlash qarorining qabul qilinishiga ta'sir etgani aytiladi. Isroil harbiy manbasining ma'lum qilishicha, Eron oliy rahbarini yo'q qilish operatsiyasi bir necha oy davomida tayyorlangan rejaga asoslangan. Reja Isroil harbiy razvedka boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga tayanilgan holda ishlab chiqilgan. Manbaga ko'ra, o'sha kuni Tehronda yuqori martabali harbiy va davlat rahbarlari to'plangan bir nechta obyektlarga mo'ljallangan zarbalar berilgan. The New York Times manbalariga ko'ra, operatsiya tayyorgarligida AQSh markaziy razvedka boshqarmasi ham ishtirok etgan va u uzoq vaqt davomida Oyatulloh Xomanaiiyning harakatlanishini kuzatib borgan. 1-martga o'tar kechasi AQSh prezidenti Donald Tramp Eron rahbarining o'limi yuzasidan bayonot berdi. U bu hodisani adolatning tiklanishi deb atab, bu nafaqat Eron xalqi, balki Xomanaiy va uning qonxo'r guruhi tomonidan o'ldirilgan yoki jarohatlangan barcha xorijliklar uchun ham muhim ekanini ta'kidladi. Prezident Truth Social ijtimoiy tarmog'ida quyidagilarni yozdi: Bu Eron xalqi uchun mamlakatni o'z nazoratiga olish yo'lidagi eng katta imkoniyatdir. Biz Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi, armiya, boshqa kuch tuzilmalari va politsiya vakillarining ko'pchiligi urushni davom ettirishni istamayotganini hamda bizdan himoya izlayotgani haqida eshitmoqdamiz. U kuch tuzilmalari tinch yo'l bilan Eron vatanparvarlari bilan birlashib, yagona tizim sifatida ish olib borishiga umid bildirdi va bu jarayon yaqin vaqt ichida boshlanishi lozim deya ta'kidladi. Biroq ko'p o'tmay Eron rahbariyatida bu mojaro borasida o'z rejalari mavjud ekani aniqlandi. Oyatulloh Ali Xomanaiy halok bo'lgandan so'ng tirik qolgan davlat va diniy arboblar shoshilinch tarzda mamlakatni boshqarish uchun jamoaviy organ liderlar kengashini tuzdilar. Unga 67 yoshli ruhoniy Alirizo Arofiy rahbarlik qildi. U oliy rahbarning ishonchli vakili bo'lib, amalda uning vorisiga aylandi. Kengash tarkibiga shuningdek Eron prezidenti Masud Pezeshkian, mamlakat sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhseniy hamda Konstitutsiyani qo'riqlash kengashining ayrim a'zolari kiritildi. Mazkur kengash parlamentdan yuqori turuvchi organ bo'lib, Eronda konstitutsiyaviy sudga tenglashtiriladi. AQSh Isroil zarbalari ta'sirida qolgan boshqa tuzilmalarda ham kadrlar almashinuvi amalga oshirildi. Jumladan 28 fevral kuni ertalab halok bo'lgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni general-mayor Muhammad Pakpur o'rniga Ahmad Vohidiy tayinlandi. U sobiq mudofaa vaziri va Eron ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Vohidiy 2022-yillardagi ko'cha noroziliklarini, shuningdek 2025-yil 28 dekabrdan boshlangan hukumatga qarshi yangi namoyishlar to'lqinini kuch bilan bostirishda ishtirok etgani bilan tanilgan. Bu og'ir jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi, dedi prezident Pezeshkian rahbarning yo'q qilinishiga izoh berar ekan. Uning ta'kidlashicha, Islom Respublikasining oliy siyosiy rahbari va shiyalar dunyosi yetakchisining o'ldirilishi orqali Amerika va sionistlarning ittifoqi tomonidan musulmonlarga, ayniqsa butun shiya olamiga qarshi ochiq urush e'lon qilindi. Eron prezidenti mamlakat butun kuch va qat'iyat bilan javob qaytarishini bildirdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondonligi ham AQSh va Isroilga qasos va'da qildi. Bayonotda yetakchining
uning yo'lini qat'iyat bilan davom ettirish, uning merosini himoya qilish, ichki va tashqi fitnalarga qarshi turish hamda tajovuzkorlarga ibratli jazo berish niyati ta'kidlandi. 1-mart kuni Eron, Isroil va mintaqadagi AQSh harbiy bazalariga nisbatan yanada kuchli zarbalar to'lqini boshlanganini ma'lum qildi. Raketa hujumlari nafaqat Isroilni, balki hududida AQSh harbiy obyektlari joylashgan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar va Iordaniyani ham qamrab oldi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, zarbalar tanlovsiz xususiyatga ega bo'lib, fuqarolik infratuzilmasiga ham ta'sir ko'rsatgan. 1-mart kuni Yaqin Sharqdagi 7 ta yirik aeroportda 3000 dan ortiq reys bekor qilingan. Tehron Kipr hududiga ham hujum qilishga urindi. U yerda Buyuk Britaniya harbiy bazasi joylashgan. Boz ustiga Tehron mintaqa neft tashishning asosiy yo'lagi hisoblangan Xurmuz bo'g'ozini yopishni e'lon qildi hamda AQSh kemalariga Fors ko'rfaziga kirish taqiqlanganini bildirdi. Bu taqiqqa amal qilish barcha uchun muhim ekanini namoyish etish maqsadida Eron ko'chalari 1-mart kuni Xurmuz bo'g'ozi hududida Palau Respublikasi bayrog'i ostida suzib ketayotgan Skylight neft tankeriga hujum uyushtirdi. 2-martga qadar o'tar kechasi Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya mamlakatlari qo'shma bayonot chiqarib, Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarga nisbatan hujumlar davom etgudek bo'lsa, Eronga qarshi harbiy choralar ko'rish mumkinligi borasida ogohlantirish e'lon qilishdi. Bugun Birlashgan Arab Amirliklaridagi Fransiya harbiy bazasi hamda Iordaniyadagi Bundeswehr askarlari hujumga uchradi. Shuningdek, Eron Buyuk Britaniya harbiy bazalari joylashgan Kipr yo'nalishiga 2 raketa uchirgan. Biz Eronni ushbu o'ylanmasdan amalga oshirilayotgan hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqiramiz. Shuni ma'lum qilamizki, biz mintaqadagi o'z manfaatlarimiz va ittifoqchilarimiz manfaatlarini himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rishga tayyormiz. Zarur va kelishilgan mudofaa tadbirlari orqali Eronning raketa hamda harbiy dronlarni uchirish qobiliyatini, shuningdek ularning asosiy manbasini yo'q qilish imkoniyatini ko'rib chiqishimiz mumkin, deyiladi mamlakatlarning qo'shma bayonotida. Bayonotdan so'ng Fransiyaning Charles de Gaulle aviatashuvchisi O'rta Yer dengizi tomon yo'l olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniya Ukrainadan Fors ko'rfazi mamlakatlariga shahid dronlari hujumini qaytarishda yordam berishini so'radi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning bildirishicha, London o'z mutaxassislari bilan birga Fors ko'rfazi mamlakatlaridagi hamkorlariga Eron dronlarini urib tushirishga yordam berish uchun Ukrainadan ekspertlarni jalb qiladi. Britaniya hukumati rahbarining so'zlariga ko'ra, London AQShga Eronga qarshi amaliyotlarda Britaniya bazalaridan foydalanishga ruxsat bergan. Biroq Britaniyaning o'zi bu hujumlarda ishtirok etmaydi. Germaniya esa hozircha bayonot berishdan tiyilmoqda. AQSh rahbariyati Epik g'azab deb atagan operatsiya doirasida Pentagon ilk bor yangi qurol Lucas dron kamikadzalarini qo'lladi. Ular o'tgan yili Eronning Shahid turkumidagi uchuvchisiz apparatlari asosida teskari muhandislik orqali ishlab chiqilgan. Lucas eskadrillasi 2025-yil dekabr oyidayoq Yaqin Sharqqa joylashtirilgan edi. Bundan tashqari, Eronga qarshi ommaviy zarbalarda Tomahawk raketalari ham ishlatildi. AQSh harbiy nashrlarining ta'kidlashicha, ilk bor mazkur raketalarga ularni aniqlashni qiyinlashtirish maqsadida qora radarga qarshi qoplama suritilgan. Isroil hukumati Arslon narasi deb nomlangan operatsiyani mamlakat harbiy havo kuchlari tarixidagi eng yirik amaliyot sifatida baholadi. Urushning birinchi kunidayoq Sahal aviatsiyasi 200 ta jangovar samolyot ishtirokida 500 dan ortiq nishonga zarba berdi. Armiya matbuot xizmatiga ko'ra, bu yuzlab quruvchi samolyotlarning muvofiqlashtirilgan harakati, puxta rejalashtirish va yuqori sifatli razvedka ma'lumotlariga asoslangan tarixdagi eng yirik aviatsiya hujum bo'ldi. AQSh ishtiroki ham hisobga olinsa, urushning dastlabki 12 soat ichida Eronga 900 ta zarba berilgan. AQSh hamda Isroil rejasiga ko'ra, ularning hujumlari mamlakat kuch tuzilmalariga zarar yetkazib, ko'cha namoyishlarini yengillashtirishi va oxir-oqibat rejim ag'darilishiga olib kelishi kerak. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu X ijtimoiy tarmog'ida sun'iy intellekt yordamida yaratilgan fors tilidagi video murojaatini e'lon qilib, Islom Respublikasida yashovchi barcha etnik guruhlarga yuzlandi. Yaqin kunlarda terroristik rejimning minglab obyektlariga zarba beramiz. Endi sizlar ko'chalarga chiqib, boshlangan ishingizni yakunlashingiz, hayotingizni zaharlagan terror rejimini ag'darishingiz lozim, dedi u. Eron ham o'zining keng miqyosli hujumlarini davom etmoqda. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ma'lumotiga ko'ra, shu kunning o'zida 27 ta Amerika harbiy bazasi, shuningdek Isroilning Selnov aviabazasi, armiya bosh qarorgohi va Tel Avivdagi yirik mudofaa sanoat majmuasi nishonga olingan. Bundan tashqari, Eron ilk marta Netanyahuning ofisiga hamda Isroil havo kuchlari rahbari joylashgan hududga zarba bergan.
Eron parlamenti raisi mamlakat qurolli kuchlari mintaqa bo'ylab Amerika va Isroil obyektlariga qarshi hujumlarni davom ettirishini bildirdi. Portlashlar Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida, Qatar poytaxti Dohada, Ummonda hamda Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda eshitilgan. Eron Islom Respublikasida halok bo'lganlar soni yuzlab kishilarni tashkil etmoqda. Davlatga qarashli Eron ommaviy axborot vositalari AQSh Isroil bombardimonlari chog'ida Minab shahridagi qizlar maktabi nishonga olinganini, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 120 kishi, jumladan pedagog xodimlar, o'quvchilar va ularning ota-onalari halok bo'lganini xabar qildi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi mazkur holat bo'yicha barcha ma'lumotlar o'rganilishini bildirdi. Urush boshlangandan keyingi ilk chiqishida bosh vazir Netanyahu joriy mojaro o'tgan yilgidan ko'ra ancha ko'lamliroq bo'lishini bildirdi. Bu esa uzoq davom etadigan urush ehtimolini istisno etmaydi. Uning muddatini esa oldindan aytish qiyin. Prezident Donald Tramp ham bu masalaga aniqlik kiritmadi. U Truth Social tarmog'ida ommaviy va aniq nishonlarga qaratilgan bombardimonlar butun hafta davomida yoki maqsadga erishilgunga qadar uzluksiz davom etadi deb yozdi. Shuningdek, Tramp AQSh Eron hududida quruqlikdagi amaliyot boshlashni istisno etmadi. AQSh Eronga qarshi keng qamrovli urush boshlashi ehtimoli bor. Men ularning hududiga quruqlik qo'shinlarini yuborishim mumkin. Buni istisno qilmayman, dedi AQSh prezidenti. Eron rasmiylari esa aniq muddat bo'yicha fikr bildirgani yo'q. Xalqaro harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, Eron uzoq davom etadigan urush olib borish uchun yetarli miqdorda raketa va uchuvchisiz apparatlarga ega. Isroilning havo himoyasi tizimlari uchun raketa zaxirasi esa cheklangan. Tahlilchilarning fikricha, Eronda raketa ishlab chiqarish quvvati oyiga 500 dona atrofida bo'lgan. Demak, 2025-yil iyun oyidagi 12 kunlik urushdan so'ng yarim yil ichida ular rasman yana ko'plab raketa tayyorlagan bo'lishi mumkin. Iyun oyidagi urushdan so'ng Eronda minglab raketalar saqlanib qolgan. Mamlakatda uzoq muddatli urush olib borish uchun yetarli zaxiralar mavjud. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Islom Respublikasida uchuvchisiz apparatlar shunchalik ko'pki, mamlakat yillar davomida urush olib borishi mumkin va bunga qarshi chora ko'rish juda qiyin. Uning fikricha, AQSh hamda Isroil Eron zarbalari intensivligini kamaytirish uchun qila oladigan yagona samarali chora raketa uchirish qurilmalarini tizimli ravishda yo'q qilib borishdir. Bugungi xabarlar shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like qo'ying hamda izoh qoldirishni unutmang.